Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, sizlarga G'azodan kelgan bir xabarni eshittirmoqchiman. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب منظمة توحد الأمة، شباب الأوزبك، جزاكم الله عنا خير الجزاء، رضي الله عنكم، بارك الله فيكم. لقد وصلت إلينا المساعدات التي أرسلتموها. ما ناموا أطفالنا جائعين بعد اليوم. إنما وصلنا منكم ليس فقط أكل وشرب، ولكن ما تركتمونا أبدا، ولا يوم ولا ليلة واحدة، مع أننا لا نعرفكم ولكن ندعو لكم، ولكننا لم نراكم ولم ترونا، ولكن جزاكم الله عنا خير الجزاء. وصلت مساعداتكم، ونشهد الله أنكم نصرتمونا، ونشهد أنكم يوم القيامة عندما يسألنا الله عن نصرتكم سنجيبه بصدق أنكم نصرتمونا وما خذلتمونا. وبارك الله فيكم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينصركم، وأن تكونوا يوم القيامة ممن قال الله فيهم إخوانا على سرر متقابلين. Avvalambor Allohning madadi, keyin esa bu sizning hissangiz. Siz sababchi bo'ldingiz. Sizning mehnatingiz, sizning g'amxo'rligingiz 467 kun G'azo xalqi bilan, butun Shom ahli bilan yelkima-yelka birga turdinglar. Taybal kalam minal kalam aw hakaza yujna salam sha'bun yubadu biyasri. Biz ummat birligi xayriya jamg'armasi avvalambor Allohning madadi, keyin esa aynan sizning yordamingiz bilan bugunga qadar G'azo xalqiga 1000 ga yaqin chodir qurib berildi. Bundan tashqari har oy 15 ming, 20 ming kishiga ovqat tayyorlab tarqatildi. Bolalar och qolmadi. Hattoki sionistlar tomonidan ishg'ol ostida bo'lgan, yetib borish eng qiyin bo'lgan hududlardan shimol hududida ham oziq-ovqat tarqatildi. Bu sizning mehnatingiz, sizning g'amxo'rligingiz, sizning ko'magingiz bilan bo'ldi. وغزة ليلها لهب وصوت الجرح مرتفع. Alhamdulillah, kelishuvga erishildi. Urush vaqtincha to'xtadi. Lekin ana endi yordam berish vaqti keldi. Biz Ramazon oldidan ularning dardlariga malham bo'lishimiz kerak. Har bir qutining ichida g'azolik birodarlarimizni birlamchi ehtiyojlarini qarshilash uchun zaruriy mahsulotlar bor. Har bir quti bir oilaning umidi, har bir quti bir bolaning quvonchi. Atigi $30 evaziga siz ham bir oilaga hayot baxsh eta olasiz. Agarda to'liq summani ehson qila olmasangiz, har qanday miqdordagi yordam ham ularga hayot beradi. G'azodagi holatni sizga aytib o'tishni hojat yo'q deb o'ylayman. Uzoq davom etgan urush xalqni juda qiyin ahvolga solib qo'ydi. Ishonamanki, oz vijdoni bor inson G'azo xalqiga yordam berish ilinjida. Bizning Ummat birligi fondimiz 1,5 yildirki shu xizmat bilan shug'ullanmoqda. Keling, siz ham safimizga qo'shiling. Sizni G'azo xalqiga bergan ehsoningiz ummat birligi yordami bilan o'z egalariga yetib boradi. والقلب وحيد بالشكوى عملا تخلصه